Milyonlagan Uyghur Xitoy Komünist hakimiyetining Sharqi Turkistonda qurgan jazo lagerlarida qiyin qistoq va ig'ir qiyinchilikqa duch kelmoqda. Jazo lagerlaridagi milyonlagan kishilar orasida nurg'un ziyolilar, akademiklar va olimlarmi bor bo'lib, ularning uzun yillik kesilib turmalarga qamalganligi yoki qiyin qistoqlarda vafot bo'lganligi haqidagi uchurlar Xitoyning qattiq qamal qilishiga qaramasdan oshkorlanmoqda. Yangi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur yozuvchi, Radio Televiziya universitetining o'qituvchisi Abdusamad Ro'zi 2023-yili 31-avgust jazo lagerida qazo qilgan. Norvegiyadagi Uyg'ur tadqiqotchi Abduvali Ayub 15-oktyabr o'zining ijtimoiy aloqa torida buni oshkorlagan bo'lib, u o'lim xabarini yangi topshirib olganligini bildirdi. Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetida navbatda Uyg'urlar duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsandichiligi muzokara qilingan bo'lib, İYİ Partiyasi parlament a'zosi Selçuk Türkoğlu 13-oktyabr ijtimoiy uchur vositasi X'ga uchur yo'llab, mazkur yig'inda qilgan so'zi haqida ma'lumot bergan. Bu so'zida "Men Uyg'urlar to'g'risida maxsus tekshirish komiteti qurish to'g'risida taklif loyihasi sungan edim. Lekin bu islom dushmanligi va irqchilikka qarshi turish komitetining xizmat doirasiga kirgizilgan bo'lg'achqa, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida maxsus bir komitet qurilmagan. Shunga bu komitet Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va irqiy qirg'inchilikni tekshirishi kerak. Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlarning vakillari va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, urug' tuqqanlari, qo'shnilari va ota-onalari Sharq Turkistonda qolgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Shunga oldimizdagi yig'inimizda ommaviy tashkilot mas'ullari va jazo lager qurbonlarining shohidlarining taklif qilinib, guvohlik berishini iltimos qilaman degan. Amerika Xitoyning ilg'or yerim o'tkazish va o'zak ishlab chiqarish uskunalariga erishishni cheklash tadbirlarini kuchaytirdi. Bu ishdan xabardor manbalarga qaraganda, yangi cheklamalar ilgari e'lon qilingan belgilimdagi kamchiliklarni tuzatish va to'liqlashni maqsad qilgan. Manbalarga qaraganda, Biden hukumati Xitoy shirkatlariga sun'iy idrok qo'llanishdan grafik o'ziki va ilg'or o'zak ishlab chiqarish uskunalarining sotilishini kontrol qilishni kuchaytirishni muzokara qilmoqda ekan. Dunyodagi 4-cho'ng banki bo'lgan Xitoy bankisining sobiq raisi Liu Lianji poraxo'rlik va qonunsiz qarz berish jinoyati bilan qo'lga olingan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komiteti Liu Lianjining qo'lga olinganligini e'lon qilgan bo'lib, Liu taxminan bir hafta ilgari Kompartiyadan qo'g'langan. Ma'lum bo'lishicha, 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan aralıqda banki boshlig'i bo'lgan Liu bu yil martda istifa bergan. İsrailiya Hamas urushi davomlashayotgan bir paytda Amerikadagi 6 yoshlik bir falastinlik bola va 32 yoshlik opasi irqchilik va o'chmanlik jinoyatining qurboniga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, hafta oxirida 71 yoshlik bir amerikalik tarafidan 26 qatim pichoqlanib o'ldirilgan 6 yoshlik falastinlik bola uchun dushanba kuni tushdan keyin Chikagodagi bir masjidda mayit namozi o'qilgan. Bu sabiy bolaning vahshiylik bilan o'ldirilishi Amerikadagi islomiy jamoatlarning noroziligini qo'zg'adi va jamiyatda saqlanayotgan nafrat jinoyati xavfini yana bir qatim kun tartibga olib keldi. İsrailiyaning G'azodagi bombardimonlari davomlashayotgan bo'lib, hujumdan qochgan minglagan falastinliklar janubdagi Xon Yunis shahriga joylashgan doktorxonalarda panohlanmoqda. Tok va suv uzib etilgan, ochiq yetkazish ehtimoli bo'lmagan bir ahvolda bu yerda qapsilib qolgan minglagan yordlarning faryodi davomlashmoqda. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Joe Biden İsrailiyaning quruqlik harakati haqida pozitsiyasini o'zgartirib, G'azoni ishg'ol qilishning cho'ng xatolik bo'lganligini bayon qildi.